Agar sizning uyingiz, hovlingiz, kvartirangiz, yer uchastkangiz yoki hali kadastr qilinmagan imoratingiz bo'lsa, bu video siz uchun juda muhim. Chunki hozir odamlar orasida yangi qonun chiqibdi. Uylarni tortib olishar ekan. Kadastr yo'q hovlilar buzilar ekan. Qarzi bor odamning uyini olib qo'yishar ekan degan gaplar juda ko'paydi. Men bugun shu masalani oddiy, tushunarli tilda, vahimasiz, lekin jiddiy qilib tushuntirib beraman. Qaysi holatda uy haqiqatan ham xavf ostida bo'ladi? Qaysi holatda hech kim sizning uyingizga tegolmaydi? Va eng muhimi, bugunoq nimalarni tekshirib qo'yishingiz kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men sizga amaliy ro'yxat beraman. Qaysi hujjatlarni yig'ish kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Arizada nimalarni yozish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday huquqiy ma'lumotlarni bilmagan odam eng ko'p zarar ko'radi. Avvalo bir narsani aniq aytib qo'yaman. Hech qaysi normal huquqiy davlatda odamning qonuniy uyi shunchaki kelib tortib olinmaydi. Uy-joy daxlsizligi, mulk huquqi, sud orqali himoyalanish huquqi bor. Lekin amaliyotda shunday holatlar bo'ladiki, odam o'z uyini qonuniy deb o'ylaydi. Aslida esa hujjatlarda katta muammo bo'ladi. Yoki uy qurilgan yer boshqa toifaga tegishli bo'ladi. Yoki imorat o'zboshimchalik bilan qurilgan bo'ladi. Yoki uy garovga qo'yilgan, kredit to'lanmagan bo'ladi. Yoki ijro hujjati bo'yicha katta qarz yig'ilib qolgan bo'ladi. Mana shunday holatlarda uyimni tortib olishdi degan gaplar paydo bo'ladi. Oldin ko'pchilik bunday masalalarga yengil qarardi. Masalan, otamdan qolgan hovli hujjati bo'lmasa ham hamma biladi-ku bizniki ekan. 30 yildan beri yashayapmiz. Kim nima qila olardi? Qo'shni ham shunday qurib olgan. Kadastrni keyin qilamiz. Yer ajratish qarori yo'q, lekin mahalla biladi deb yurishardi. Endi esa raqamlashtirish, kadastr bazalarini tekshirish, yer hisobini tartibga solish. Noqonuniy qurilishlarga qarshi nazorat kuchaygani uchun eski muammolar yuzaga chiqyapti. O'zgarishning asosiy mazmuni shuki, davlat endi uy, yer, bino va qurilishlarning hujjatli holatini aniq ko'rishga harakat qilyapti. Kimning mulki ro'yxatdan o'tgan, kimning yerga huquqi bor, qaysi imorat qonuniy qurilgan, qaysi biri o'zboshimcha, qaysi uy garovda, qaysi mulk bo'yicha sud qarori bor. Bularning hammasi elektron bazalarda solishtirilmoqda. Shuning uchun eski davrdagi og'zaki kelishuv, mahalla guvoh, qo'lda yozilgan tilxat, notariussiz oldi sot kabi holatlar bugun juda xavfli. Men birinchi navbatda kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini aytaman. Agar sizning uyingiz yoki kvartirangiz kadastr ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, mulk huquqingiz davlat ro'yxatida qayd etilgan bo'lsa, oldi sotda shartnomasi notarius orqali rasmiylashtirilgan bo'lsa, uy garovda bo'lmasa yoki garov bo'lsa ham to'lovlarni o'z vaqtida to'layotgan bo'lsangiz, yer uchastkangiz ajratish qarori va huquqiy hujjatlarga ega bo'lsa, siz vahima qilmasligingiz kerak. Bunday uyga hech kim oddiy buyruq bilan kelib chiqib ket deya olmaydi. Agar nizoli holat bo'lsa ham, u sud orqali ko'riladi, sizga xabar beriladi, dalil keltirish huquqi beriladi. Lekin quyidagi toifadagi odamlar albatta hushyor bo'lishi kerak. Birinchi toifa, kadastr yo'q uyda yashayotganlar. Masalan, 1995 yilda ota ovli qurgan, lekin yer ajratish hujjati to'liq emas, imorat kadastrdan o'tmagan. Hozir farzandlar shu uyda yashayapti. Ular o'ylaydi, 3 yil yashadik-ku. Demak bizniki. Ammo davlat ro'yxatida bu mulk mavjud bo'lmasa, yoki yerga huquq tasdiqlanmasa, ertaga meros, sotish, garov, kompensatsiya yoki buzilish masalasida katta muammo chiqadi. Ikkinchi toifa, qo'lda yozilgan tilxat bilan uy sotib olganlar. Hayotiy misol. Bir odam 2010 yilda hovlini $25,000 sotib olgan. Pulni bergan, sotuvchi bilan tilxat yozgan, lekin notariusga bormagan. Oradan 10 yil o'tib, sotuvchining farzandlari chiqib, bu uy hali ham otamiz nomida, siz rasmiy egasi emassiz, desa, xaridor juda og'ir ahvolga tushadi. U pul berganini isbotlashi mumkin, lekin mulk huquqi avtomatik ravishda unga o'tib qolmaydi. Shuning uchun uyni sotib olish faqat notarial shartnoma va davlat ro'yxatidan o'tkazish orqali xavfsiz bo'ladi. Uchinchi toifa o'zboshimchalik bilan qurilish qilganlar. Masalan, odamning 4 sotiq yerga hujjati bor, lekin u yonidagi bo'sh joydan yana 2 sotiqni qo'shib davr tortib olgan. Yoki uy oldidagi yo'l chetiga do'koncha qurib olgan. Yoki tomorqa yerda 2 qavatli uy qurib, keyin kadastr qilib berishadi deb kutib yuribdi. Bunday vaziyatda xavf bor. Chunki yer sizniki bo'lmasa, qurilgan bino ham avtomatik sizniki bo'lib qolmaydi. Ayrim holatlarda jarima, buzdirish, yer maydonini qaytarish talab bo'lishi mumkin. 4-toifa ipoteka yoki kredit garovga uy qo'yganlar.
Odamlar ko'pincha bank uyimni tortib oldi deb aytadi. Aslida esa jarayon boshqacha. Agar siz uy garovi evaziga kredit olgan bo'lsangiz, shartnomada aniq yoziladi. To'lovlar uzoq muddat bajarilmasa, bank sudga murojaat qilishi yoki qonunda belgilangan tartibda undiruvni garovdagi mulkka qaratishi mumkin. Masalan, 4 million so'm ipoteka olingan, o'rindiqich oy to'lov qilinmagan. Penya va foizlar qo'shilib qarz 520 millionga yetgan. Bank avval ogohlantiradi, keyin da'vo kiritadi. Sud qarori bo'lsa, ijro organi uy sotuvga chiqarilishi mumkin. Bu oddiy tortib olish emas, shartnoma majburiyatini bajarmaslik oqibati. 5-toifa katta qarzlari bor va sud qarori chiqqan odamlar. Masalan, tadbirkor 300 million so'm qarz olgan, qaytarmagan, sud qarori bilan qarz undirilishi belgilangan. Uning nomida avtomobil hisob raqami, boshqa mol-mulk bo'lmasa, ijro organi qonunda ruxsat etilgan mulklarga undiruv qaratish mumkin. Biroq bu yerda ham muhim nozik jihatlar bor. Yagona uy-joyga undiruv qaratish masalasi oddiy emas. Ayrim himoya normalari mavjud. Lekin agar uy garov predmeti bo'lsa yoki qonunda alohida holat bo'lsa, vaziyat o'zgaradi. Shuning uchun har bir qarz holatini alohida tahlil qilish kerak. 6-toifa merosni rasmiylashtirmagan oilalar. Juda ko'p oilalarda ota yoki ona vafot etgan. Uy ularning nomida qolgan, farzandlar esa yillar davomida meros ochmagan. Keyin bir farzand uyda yashaydi, boshqalari chetda yuradi. Oradan 15 yil o'tib uy sotilmoqchi bo'ladi yoki buzilishga tushadi. Shunda hamma merosxo'rlar chiqadi. Kimning ulushi qancha, kim rozilik beradi, kim qarshi, hammasi muammo bo'ladi. Agar meros vaqtida rasmiylashtirilmasa. Uy bo'yicha nizolar kuchayadi va ayrim odamlar uyimizni olib qo'yishmoqchi deb o'ylaydi. Aslida esa huquqiy egalar aniqlanmoqda bo'ladi. Endi bir nechta aniq misolni ko'raylik. Birinchi misol, sizda 6 sotuq hovli bor. Kadastr hujjatingizda ham 6 sotuq ko'rsatilgan. Uyingiz reja bo'yicha qurilgan, soliq to'lab kelgansiz. Bu holatda sizning asosiy vazifangiz hujjatlarning elektron bazada to'g'ri turganini tekshirish. Agar hammasi mos bo'lsa, xavotir kam. Ikkinchi misol, kadastrda 4 sotiq, amalda 7 sotiq, devor tashqariga chiqib ketgan, qo'shimcha oshxona va garaj qurilgan. Bu holatda siz darhol mening hammasi meniki deb turib olmasligingiz kerak. Avval kadastr mutaxassisi orqali chegarani aniqlang, yer hujjatlarini ko'ring, qo'shimcha maydonni qonuniylashtirish imkoniyati bormi yo'qmi, shuni tekshiring. Agar qonuniylashtirish imkoni bo'lmasa, kelajakda majburiy olib tashlash talabi kelishi mumkin. Uchinchi misol, kvartira ipotekada oylik to'lov 4 million so'm, siz 8 oy to'lamadingiz, bankdan qo'ng'iroq kelganda telefonni ko'tarmayapsiz. Bu eng katta xato. Chunki bank bilan kelishish imkoniyati aynan erta bosqichda bo'ladi. To'lov jadvalini qayta ko'rish, muddatni uzaytirish, vaqtinchalik yengillik so'rash mumkin. Lekin sud qarori chiqib ijroga tushgandan keyin imkoniyatlar ancha kamayadi. 4-misol, uy sizning nomingizda emas, qaynotangiz nomida, siz esa 20 yildan beri shu uyga pul tikib, ta'mir qilib yashayapsiz. Oilaviy munosabat yaxshi bo'lsa muammo bilinmaydi, lekin ajrim, meros, nizolar chiqqanda sizning men pul sarflaganman degan gapingiz mulk huquqi bilan teng bo'lmaydi. Sarflagan xarajatni talab qilish boshqa masala, uy egasi bo'lish boshqa masala. Shuning uchun kimning nomida turibdi, kimning ulushi bor. Bu juda muhim. Endi eng ko'p chalkashiladigan joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, kadastr hujjati borligi har doim ham mutlaq xavfsizlik degani emas. Kadastrda xatolik bo'lishi mumkin. Yer chegarasi noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Boshqa shaxsning huquqi bilan ustma-ust tushishi mumkin. Masalan, eski hujjatda 5 sotiq yozilgan, elektron xaritada 4,6 sotiq chiqyapti. Qo'shni esa bu lo'ru 4 sotiq meniki deb da'vo qilyapti. Bunday holatda gap uy tortib olinadi degani emas, lekin nizoni hujjat ekspertiza sud orqali hal qilishga to'g'ri keladi. Ikkinchi nozik jihat. Davlat ehtiyoji uchun yer olib qo'yilishi alohida tartibga ega. Yo'l, metro, ko'prik, ijtimoiy obyekt, muhim infratuzilma qurilishi uchun ayrim hududlarda uylar buzilishi mumkin. Lekin bu ham kelib tekin olib ketishadi degani emas. Qonuniy mulkdorga kompensatsiya, teng qiymatli uy-joy yoki boshqa kelishilgan to'lov masalasi bo'lishi kerak. Muammo nimada? Ba'zi odamlarning hujjati to'liq emas, uy amalda bor, lekin ro'yxatda yo'q. Shunda kompensatsiya masalasida qiynaladi. Shuning uchun buzilishdan oldin emas, bugundan hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Uchinchi nozik jihat, yagona uyim bor, demak hech qachon tegishmaydi degan fikr ham har doim to'g'ri emas. Yagona uy-joy bo'yicha himoya normalari bo'lishi mumkin, lekin garovga qo'yilgan uy boshqa masala.
Agar odam o'z uyini o'zi bankka garov qilib qo'ygan bo'lsa, shartnomaga rozilik bergan bo'ladi. Keyin bu mening yagona uyim edi deyish har doim ham undiruvdan to'liq saqlab qolmasligi mumkin. Shuning uchun garov shartnomasini imzolashdan oldin oilangiz bilan jiddiy o'ylang. 4-nozik jihat, ro'yxatda kim egasi bo'lsa, huquqiy jihatdan asosiy shaxs o'sha. Masalan, er-xotin birga pul topib uy olgan, lekin uy faqat er nomida. Agar uy nikoh davrida olingan bo'lsa, turmush o'rtog'ining ham huquqlari bo'lishi mumkin. Lekin amalda hujjatlarda ism yo'qligi ko'plab muammolar keltirib chiqaradi. Sotishda rozilik, ajrimda ulush, merosda da'vo bularni oldindan tushunish kerak. 5-nozik jihat propiska mulk huquqi emas. Juda ko'p odam men shu uyga ro'yxatga qo'yilganman, demak uyda ulushim bor deb o'ylaydi. Yo'q. Ro'yxatda turish, yashash huquqi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, lekin avtomatik mulkdor qilmaydi. Agar siz uyning egasi bo'lmasangiz, faqat doimiy ro'yxatda bo'lishingiz mulk ulushi bermaydi. Shu bilan birga ayrim holatlarda yashovchilarni chiqarish ham sud tartibini talab qiladi. Demak, masala murakkab, lekin propiskani mulk bilan adashtirmang. 6-nozik jihat, noqonuniy qurilmani keyin sotib yuborish bilan muammo yo'qolmaydi. Ba'zilar biladi. Uyda hujjat muammosi bor. Shunga qaramay arzonroq narxda sotadi. Xaridor esa keyin o'zim to'g'lab olaman deydi. Masalan, bozorda qonuniy hujjatli uy 80 million so'm, hujjati chala uy 20 million so'm. Farq katta ko'rinadi. Lekin keyin kadastr bo'lmasa bank kredit bermaydi, sotish qiyin bo'ladi. Buzilish bo'lsa kompensatsiya past yoki nizoli bo'ladi. Sudga qatnashga to'g'ri keladi. Natijada arzon deb olingan uy eng qimmat muammoga aylanadi. 7-nozik jihat. Soliq to'lab kelganingiz mulk huquqini to'liq isbotlamasligi mumkin. Soliq kvitansiyalari foydali dalil, ular siz foydalanib kelganingizni ko'rsatadi. Lekin soliq to'lash bilan yer ajratish qarori, kadastr ro'yxati yoki notarial shartnoma o'rnini to'liq bosib bo'lmaydi. Shu sababli men har yili soliq to'ladim, demak hammasi qonuniy deb xotirjam bo'lib qolmang. 8-nozik jihat. Ogohlantirish xatlarini e'tiborsiz qoldirish eng xavfli xato. Kadastrdan, hokimlikdan, suddan, ijrodan, bankdan xat kelsa, odamlar ba'zan qo'rqib ochmaydi yoki keyin boraman deb tashlab qo'yadi. Huquqda muddatlar juda muhim. 10 kun, 15 kun, yil, oy, ariza, shikoyat, e'tiroz berish muddatlarini o'tkazib yuborsangiz, keyin o'zingizning haqligingizni isbotlash qiyinlashadi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Uyingizning hujjat papkasini oching va bor hujjatlarni alohida joyga yig'ing. Sizda quyidagilar bo'lishi kerak: kadastr pasporti yoki kadastr hujjati, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, oldi sotdi yoki hadya shartnomasi. Meros guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, yer ajratish qarori bo'lsa, nusxasi, uy qurishga ruxsat bilan bog'liq hujjatlar, soliq to'lovlari, kommunal to'lovlar, sud qarorlari bo'lsa, ularning nusxasi. Ikkinchi qadam. Mulk kimning nomida turganini tekshiring. Buni kadastr organlari, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli elektron xizmatlar orqali aniqlash mumkin. Sizga kerak bo'ladigan asosiy savollar: uy ro'yxatda bormi? Mulkdor kim? Maydon qancha? Yer maydoni hujjatda qancha ko'rsatilgan? Cheklov yoki taqiq bormi? Garov bormi? Sud taqiqi bormi? Agar siz uy egasiman deb yurib, hujjatda boshqa odam chiqsa, darhol huquqshunos bilan maslahat qiling. 3-qadam. Amaldagi maydon bilan hujjatdagi maydonni solishtiring. Masalan, hujjatda uy 1,000 kvadrat metr, amalda 2,000 kvadrat metr bo'lsa, demak qo'shimcha qurilish bor. Hujjatda yer 6 sotiq, amalda devor 7 sotiqni egallagan bo'lsa, farq bor. Bu farqni yashirish emas, qonuniy yo'l bilan aniqlashtirish kerak. Kadastr muhandisi chaqirib o'lchov qildiring, keyin qonuniylashtirish imkonini so'rang. 4-qadam. Agar uy meros bo'yicha qolgan bo'lsa, meros masalasini cho'zmang. Notariusga boring. Meros ishi ochilganmi? Merosxo'rlar kim? Ulushlar qanday? Muddat o'tgan bo'lsa, nima qilish mumkin? Shularni aniqlang. Bitta farzand uyda yashayotgani boshqa merosxo'rlarning huquqini avtomatik yo'q qilmaydi. Yaxshi kelishuvni hozirdan qiling, chunki ertaga uy narxi oshsa yoki buzilishga tushsa, nizo keskinlashadi. 5-qadam. Agar uyingiz garovda bo'lsa, bank bilan aloqani uzmang. To'lovga qiynalsangiz, yozma ariza bering. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin: men falon kredit shartnomasi bo'yicha qarzdorman. Hozir vaqtinchalik moliyaviy qiyinchilikka duch keldim. To'lov jadvalini qayta ko'rib chiqish, muddatni uzaytirish yoki restrukturizatsiya qilishni so'rayman. Arizani 2 nusxada topshiring, bittasiga qabul qilingan sanani qo'ydiring yoki elektron yuborsangiz tasdiqni saqlang. Og'zaki gapi yetarli emas. 6-qadam.
Suddan yoki ijodan hujjat kelsa darhol harakat qiling. Sud da'vosini olgan bo'lsangiz, undagi talabni o'qing. Kim da'vogar, nima talab qilyapti, asos nima, sud majlisi qachon. Agar tushunmasangiz, yuristga olib boring. E'tiroz yozing. Dalillaringizni qo'shing. To'lov qilgan bo'lsangiz, kvitansiyalarni taqdim eting. Muddat o'tgan bo'lsa sababni ko'rsating. Sudga bormaslik bilan muammo yo'qolmaydi. Aksincha qaror sizsiz chiqishi mumkin. 7-qadam. Og'zaki kelishuvlarni rasmiylashtiring. Agar aka-uka o'rtasida uy bo'lingan bo'lsa, yozma kelishuv qiling. Agar kimdir ulushdan voz kechsa, notarial tartibni ko'ring, agar uy sotib olayotgan bo'lsangiz. Pulni berishdan oldin kadastr ma'lumotini tekshiring. Taqiq yoki garov yo'qligini aniqlang. Sotuvchi haqiqiy egami, turmush o'rtog'ining roziligi kerakmi, buni tekshiring. Bir kunlik shoshilish 10 yillik sudga aylanishi mumkin. 8-qadam. Noqonuniy qurilish bo'lsa, avval mutaxassis bilan maslahat qiling. Hamma shunday qilgan degan gap sizni himoya qilmaydi. Hokimlik, kadastr, arxitektura organlari orqali bu imoratni qonuniylashtirish mumkinmi? Yer toifasi to'g'rimi? Qo'shimcha qurilish, sanitariya, yong'in, yo'l, kommunikatsiya talablariga zid emasmi? Shularni biling. Agar qonuniylashtirish imkoni bo'lsa, ariza bering. Agar imkoni bo'lmasa, hech bo'lmasa kelajakdagi xavfni bilib qaror qabul qilasiz. 9-qadam. Barcha hujjatlarning nusxasini saqlang. Men tavsiya qilaman. Qog'oz papka va elektron papka qiling. Telefoningizda rasmga olib qo'yish yetarli emas. Bulutli xotira, fleshka yoki elektron pochta orqali saqlang. Kadastr, shartnoma, pasport nusxalari, kvitansiyalar, arizalar, javob xatlari hammasi kerak bo'lishi mumkin. Ba'zan odam sudda haq bo'ladi, lekin hujjat topilmagani uchun qiynaladi. 10-qadam. Agar sizga uyingiz buziladi, yer olib qo'yiladi, qaror chiqdi deyishsa, darhol rasmiy hujjat so'rang. Kim aytdi? Qaysi tashkilot, qaysi qaror, sana va raqam nima? Sizga qanday huquq berilgan? E'tiroz muddati qancha? Bularni yozib oling. Og'zaki qo'rqitishlarga ishonib imzo qo'ymang. Ayniqsa tez imzo qo'ying. Bo'lmasa kompensatsiyasiz qolasiz degan gaplarga ehtiyot bo'ling. Har qanday kelishuvni o'qib, tushunib, kerak bo'lsa advokat bilan maslahatlashib imzolang. Yana bir muhim maslahat, agar siz uy sotib olish arafasida bo'lsangiz, faqat narx va joylashuvga qarab qaror qilmang. Eng avval hujjatni tekshiring. Kadastr hujjatidagi maydon, reja, mulkdor cheklovlar, garov, kommunal qarzlar, sud nizolari, meros masalasi, bularning hammasi narxdan ham muhim. 700 million so'mlik uy hujjati toza bo'lsa yaxshi. 7 million so'mlik uy hujjati muammoli bo'lsa, u sizni bankrot qilishi mumkin. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, qonuniy hujjatlari joyida bo'lgan mulkni hech kim shunchaki tortib ola olmaydi. Lekin hujjatsiz uy, o'zboshimcha qurilish, garovdagi kredit, rasmiylashtirilmagan meros, qo'lda yozilgan tilxat, sud va ijro xatlarini iborasiz qoldirish, bularning barchasi real xavf tug'diradi. Shuning uchun vahima qilish emas, tekshirish va tartibga keltirish kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq uyingiz hujjatlarini ko'rib chiqing. Kadastr ma'lumotini tekshiring, qarz yoki taqiq bor yo'qligini aniqlang, meros va oldi-sotdi masalalarini cho'zmang. Agar muammo topsangiz, yashirmang, vaqtida ariza bering, mutaxassisga murojaat qiling. Huquqni bilgan odam o'z uyini ham, oilasini ham, pulini ham yaxshiroq himoya qiladi. Sizningcha, uy-joy hujjatlarini tartibga solishda eng katta muammo nima? Kadastrmi, merosmi, bank kreditimi yoki noqonuniy qurilishmi? Fikringizni kommentariyada yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda men yana shunday hayotiy va muhim huquqiy mavzularni oddiy tilda tushuntirib beraman.